Salom obunachilar, sizlar bilan men Lord Gaz va bugun yangi video boshladim va ajoyib datapak topib oldim. Bu topgan datapakimni esa Telegramimga joylab bordim. Telegramimga esa Telegram qidiruvdan Lord Gaz MC, ya'ni Lord Gaz MC, ya'ni ekranda chiqadi, yozilishi va chiqadi. Xo'p, ana shunday deb yozdi va yoki xo'p, men o'zi linkni qoldiraman opisaniyada. Ana shuni ustiga bosib kirib ketishingiz mumkin va u yerda siz men chiqaradigan yangi videolardan xabardor bo'lib turasiz va yangi videolardagi datapaklar ana shu yerda bo'ladi. O'tgan videodagi zombi epik narsalar beradi videosidagi datapak ham ana shu yerda bor. Xo'p, va mazza qilib bugungi videomiz datapaki. Bu hech kimga ko'plar wow, bu qanaqa datapak deyishi mumkin. Qiynalib o'tirmaymiz. Bugungi videoning datapaki previewdan bilib olganingizdek Minecraft, lekin biz craftda super OP narsalar yasay olamiz. Bizda maqsad esa Ender Dragonni enasini ko'rsatib yuborish. Xo'p, videoga like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying va bizlar yasaymiz. Xo'p, men craftlarni ko'rib chiqdim. Ya'ni datapak yuklayotganimda. Xo'p, boshlaymiz. Birinchisi kirka. Wow! Kirka yasab tashlaymiz. Xo'p. O'zi meni lol qoldiryapti. Wow, do'stlar, xo'p. Qaranglar buni. 1 millionunchi levellik zachar. Wow, buncha zachar. Uronni qaranglar. 500,008 uron. Wow, endi dragon yig'lab boradi-yu. Xo'p, ajoyib datapak. Aytganimda cho'chqa, baba cho'chqa go'shini yemaymiz, harom. Xo'p, do'stlar, xo'p, boshladik bo'lmasam. Wow, bu narsalarni ko'rib hayron qoldim ochig'i. 1 millionunchi levelli zacharlar. Qoch, chiqib ketay. Qornim och qoldi. Xo'p, bo'lmasam bizlar tezroq katta shaxta topib tushib ketishimiz kerak. O'tkaz bedvars o'ynayapsizlar. O'lim. Xo'p, do'stlar, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men bu videolarni xo'p chiqarib yaqinda do'stlarim bilan chiqaraman. Do'st topsam aytmoqchi, kimda kompyuterli Minecraft bor va men bilan birga datapakli video chiqarmoqchi. Xo'p, men Telegram kanalim opisaniyada va men Telegram kanalimda o'zimni Telegramimni linkini qoldiraman. Xo'p, va menga yozishingiz mumkin va qanday yangi videoga g'oyalar va men bilan video olish haqida ham g'oyalarni yozishingiz mumkin. Men to'g'risi obunachilarim bilan video olsam xursand bo'laman, chunki obunachilarim bilan video ajoyib bo'ladi va ko'proq odam ko'radi degan umiddaman. Xo'p, o'z uzog'ingizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, tushamiz. Katta g'or kerak bizga. Katta. Asta. Jonimiz kam qoldi, go'sht yo'q. Minecraft'im qotmasa kerak. Mana temirim topildi. Men to'g'risi temir uchun tushganim xipasga.
Pastga boshqa narsa uchun tushganman. Men pastga oltin uchun tushdim desamda chota cho'g'i kamda. Fortuna mana ursa mana. Men shuni tushsang o'lasanmi? Cho'g'i kam chota. Mana bitta uramiz. Bu anaku shunga bo'lsa kerak. Xo'p, do'stlar, blok bo'lib tushyapti-yu shunga. Xo'p. Do'stlar, bu datapak 1.16.5 dan 1.17 versiyagacha mos tushadi va bu datapakni 1.16.5 da menda ishlatishingiz mumkin va lekin almost topishga ko'p vaqt ketyapti va restore. Wow, Minecraft almost ber. Shuncha qidirsam ham almost topmadim. Minecraft'im qotadi. Wow, almost. Ay shuncha. Yine tepaga chiqib ketaman. Avval keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz. Do'stlar, datapakni tez tugatamiz degan umiddaman va men bitta narsa bir stak ko'mir qolsa bo'ladi. Va men bronya yasayman. Bronya. Almost blok yasab oldik. Wow, akamdan chiqmabmiz. Yaxshiyamki. Xo'p. Almostlar kimga kerak bo'lsa. Xo'p, do'stlar, xo'p. Mana chiqib oldik va bizlarga ovqat kerak. Va men уже ketdim va men ko'z oldilaringda kreativ ketyapman. Hop, nether narsalarni olib olish uchun obsidian
va Flint. Ko'z oldilaringizda o'tamanman bunday ishlarga. Yashirgim kelmadi. Ajoyib. O'tdik va bizlar endi dragonni o'ldirish maqsadida va qizil qal'ani oldidan spawn bo'lamiz. Qaytadan. Gapim qaytib oldim. Qizil qal'ani topish qiyin bo'lsa kerak. Wow. Bizlarda ham qiyin bo'lib kelgan-ku. Minecraft'im qochishni boshladi. Chunki bunday ko'p resursni ko'tara olmaydi. What the heck? What the heck? Zo'r joydan spawn bo'libmiz. Yo'l quraman va tavakka saklayman. Vay. Bekor ketdim. Vay. Bunu kiyish kerakda. Bunu kiysak vay bular ham epik narsalarga aylanib o'tdi. Vay. Yo'q, bular kerak emas. Yo'q, bular kerak emas. Bu kerak. Bularni qoldirib ketaman. Ajoyib. Men bu yerga bronya uchun kelganman. Bronya normal bronya ko'rganim yo'q. Lodestone. Kerak emas. Qoch ketdi, urib. Oh my god. Oh my god. O'ynashmagan Lord Gas bilan o'lim quvvatsizlik. Ya. Oltin bor ekan, sandiq yo'qmi? Akam
Yükseliyorsam kaçay. What the heck? Uzun vurup uzun ölüyorsun ne? Bazı hafifle joy ülkeler. Hazır can toplayımız. Xo'p, mayli do'stlar, bo'lmasam kreativda o'tib qizil qaran topaman. O'zi o'lmaydi, challenge tugaydi. Mayli, xo'p, bo'lmasam lokati. Xo'p. Qizil qala Logati spam hod. Не зафолись, ну. Yo'q, olmaz. Mana u. Şu oldu sandık, şu mana shu narsalar. Effectiveness 3, şu hol. Logati. Zaten gideyim ha. Logati'de yok. Logati'niz olmasam o'zimiz topamiz. Xo'p, men bu versiyada bo'lmasa kerak unaqa cheat. Shunga o'zim topishga qaror qildim. Lekin topgan bilan ham nima foyda? Undan ko'ra endga birdan boray do'stlar. Xo'p, bunday qilganim uchun soul va skelet 1 2 3 1 2 3 3 ta vizorga qarshi chiqaman yana. Va kirdik biz. Qalaga bug bo'lib qoldi va buni kiyamiz. Buni olib biz turib bizlarga blok kerak. Bizlarga blok kerak. Buni qo'yamiz va dragonni topamiz. Dragon tushishini просто tak kutamiz. Mashq qilaman do'stlar Bedwarsga. Vaqtida bilaman-da men. Mashq qilish uchun blok kerak.
Xo'p, Bedwars ko'p o'ynab turaman. Tushasanmi, tushmaysanmi? Bitta vizor o'ylab bo'laman-ku bu paytgacha. Tushmayman, tirik qoldi o't. Bitta vizorni o'ldiraver deyapti. Do'stlar, bitta vizor vesmen. Böyle. Vezir o hava duruşadı. Şunu öldürüş qiyin. Ama pasta bo'lgan payti what the fuck? Bu yoqqa kel! Vezir akajoningdan bitta yetib ko'r. Dragonam qo'naman degani yo'q, Veziram pastdan urushaman degani yo'q. Voy! Pastdan urush, pastdan. Ikkosi ham havoga chiqib olgan do'stlar. Dragon düştü. Dostlar, challenge'ni men tugata olmadim, ammo bu Datapack'ni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Datapack ajoyib, super mazza qilib o'ynaysizlar va menga yozingizlar, xo'p, video chiqarishdi va Datapack'da tugatdingizmi, tugatmadingizmi yozingizlar va menga sheriklar kerak va agar xo'p do'stlar, sizlarga ajoyib 100 ta obunachi bo'lsam, men birinchi streamimni boshlayman va streamda men sizlar bilan Datapack'li vijvaniyalar olib boraman. Videoimga like bosib, do'stlaringizga tarqating va obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, sizlar bilan Lord Gas va yangi videolarga qadar xayr, obunachilar like bosing va obuna bo'ling.